Sizni blogeringizga bas, tushundingizmi? Siz menda shlagbaum qo'yyapsiz-da, it qo'yyapsiz-da, yo'lda to'sib olyapsiz. Qani it? O'ning. To'g'ri minib yuribman. Tushundingizmi? Qanday tushundingizmi? Tushunmadim. Ana mazza qilib yuribman. Menda benzin ushlab, uni yoqaman, buni yoqaman bilan ish bitmaydi-da aka. Nima qilmoqchisiz? O'zimga yoqmoqchiman. Siz o'zingizni nimaga yoqasiz? Ikki o'yinni deyapsiz-ku. Qonundan ustunmisiz? Kim? Men qonunning ichida yuradigan bo'laman. Yemagan azboshi qolmadi shanasi meni yonim bilan. Ko'cha tomoniga. Ko'cha tomoniga yutkazib qo'yishdi. To'g'risida men degani yutkazib qo'ydi. Siz hozir bitta narsani eshityapsiz-da, tushunmaslikka harakat qilyapsizmi, tushunmayapsizmi yoki sizga tushuntira olmayapsizmi? Agar hamma narsasi qaysidir joyda nuqta xatosi bo'lsa, hokim shartnoma bermas. Men ajina erkakman-da, to'g'risi. Avliyo bilan ajina do'st bo'lmaydi-yu. Men ajina erkakman. Bu odam avliyoda. Yoqtirsangiz, yoqtirmasangiz, chiqishsiz, chiqishmasangiz qonun bilan gaplashaverasiz. O'zingizga vaqtingiz bo'laman. Bizda любой payt vaqt bor. Iloji bo'lsa birga o'tirib gaplashamiz. Chaynlarda yuradigan bola emasda, oliy ma'lumotli odam. Joyingizda o'tirib ishingizni qilavering. Dostonbek nomeri bormi? Bora. Pullarni kirasi o'sha hujjatlar ta'minlangan Dostonbekni. 20 da. 20. Ha. Analizda bormi? Blogger Dostonbek Rahimov. Sizni blogeringizga bas, tushundingizmi? Yo'q, siz tushundingizmi meni? Qonun bor-ku. Tushundingizmi dedim men. Qonun qoida. Hozir ikki o'yinda bitta qilib turib bor, aqabaqa qilibman. Men bilan o'ynashma. Siz nima benzin Ijarachini xolagan odamga yoqmoqchimisiz? Ijarani xolagan odamga Siz beraman. nima qilmoqchisiz? O'zimga yoqmoqchiman. Siz o'zingizni nimaga yoqasiz? O'yinni deyapsiz-ku hozir. Ikki o'yinda. Hamma tashkilot o'rganyapti-da, bu odamda yer hamma yo'q deyapti, kirgizyapti bag'da. Siz menda shlagbaum qo'yyapsiz-da, it qo'yyapsiz-da, yo'lda to'sib olyapsiz. Qani it? O'ning. Biz shu narsani ommaga olib chiqib beramiz, nima bo'ladi? Ha, hamma biladi bu Qiziltepa, hamma yo'q. Yo'q, bu butun dunyo bilsin deyapmiz. Endi ommaga olib chiqqanimiz bilan bir narsa o'zgarmasin. O o'zgaryapti-da mana, adolat tiklanyapti. Bu yerda benzin ushlab, uni yoqaman, buni yoqaman bilan ish bitmaydi-da aka. Bu Qiziltepa bu. Songa metda o'tiladi. Yo'q, men unda borib o'tadi. Bu yo'ldan Mag'ilonga boramiz. bu yo'lda. Ha, Mag'ilonga boramiz. Marg'ilon yo'lini nima bekitib qo'ydi? Mag'ilon bekiqda yo'li yo'q edi. Abi hozir borasiz deyapti. Bu odam yo'q sotib yuborgan, latoylarni hamma mana tomonni yo'lda nimaga bekitib qo'ydi? Yo'q, u faqat o'zim uchun xolos bu. Bilib turibdi, men nimaga ko'rsataman? Men tegishli joyda ko'rsataman. Ha, ko'rsatmadingiz shu paytgacha 1 yildan beri yuribsiz. Aytyapman, sabrim juda zo'r bo'ladi. Ha, sabr qilib yuravering. Soatda minib yuribman. Tushundingizmi? Qanday tushundingiz meni? Tushunmadim. Ana mazza qilib yuribman. Mana bu kishim yuraversin. Qonun bor. Sekin ko'ramiz. Qonun hamma uchun. Keldi-yu, o'sha yergacha mana. Kelaveramiz. Eplab ololmayapsiz-ku, qonundan ustun emas ekansiz. Bu joyda gaplashamiz. Qonundan ustunmisiz? Kim? Siz. Men qonunning ichida yuradigan bo'laman. Qonuniy hal qiling bo'lmasa. Qonuniy halqi bo'lganmi? Bir minutga o'zga bir ozim gapim bor. Maylimi, mumkinmi? Kelmagan azborchi qolmadi shanasi meni yonimga. Nima deyaptilar? Yer talashib keldi, janjallashib, va solishadigan bo'lib kelishdi. U tomoniga keyin yutkazib qo'yishdi. Ko'cha tomoniga. Ko'cha tomoniga yutkazib qo'yishdi. To'g'risida men degani yutkazib qo'ydi. Jonshirin aka hammasi orqaga qochdi. Uje tiklanmaydi. Tiklanmagani uchun bu nima qildi? Prokuraturadan tankit olib turib, odamni kimda tug'gan, nima qilgan, kimga qancha bergan, u protezdan u MIPga keltirib turib, MIPni bular tiklagan xolos, kirdi chiqdini tiklagan xolos. Men hamma yoqda kursda turibman, u kursi deyiladimi, aytdi. Aka qarang, bunday bo'ldi-da. Siz hozir bitta narsani eshityapsiz-da, tushunmaslikka harakat qilyapsizmi, tushunmayapsizmi yoki sizga tushuntira olmayapman shekilli. Hozir mana siz aytayotgan narsalar bor-ku. Agar hamma narsasi qaysidir joyda nuqta xatosi bo'lsa, hokim shartnoma bermas. Hoji aka, Azmali aka. Hozir men bilasiz, ishlashtirish onlayn tartibda bo'lib qolgan-a. Onlayn tartibda, onlayn yer maydonlari aka sizga ruchnoy qilgan bilan ham bularda ko'rinyapti. Hozir danlaveraymi? Bularda ko'rinyapti aka. Hozircha. Moshinga. Eshitmay. Gapimga qo'y. Bularda ko'rinyapti. Bularda ko'ringandan keyin bu ro'yxatdan o'tkazish, hujjatlar shakllantirish, bu ishlarni hujjatlari hammasini kadastr tayyorlaydi. Kadastrdan viloyatga borib,
Bizda ba'zilarimizni ko'rmayapti, joylashtiramiz. Ba'zilarda bularga ko'rinyapti. 26-yil hosil uchun ekiladigan ekinlarda iloji yo'q rayonlarga bularga joylaganmiz. Tunda ko'rinsa o'shanga joylanadi aka. Endi hozir qo'lida ko'rsatdi hujjatlarini menga. Qo'lda ko'rsatgan hujjatlarda yer ijara shartnomasi qilib beryapti. Hokimiyatdan silab beryapti. Hozir hokimiyatdan silab beryapti. Hokim qo'l imzosi bilan ijara shartnomasi tuzlab ketgan. Endi Hoji aka sizga berdi, joyida kelib o'lchab ajratib berdi deb yozib qo'ygan ijara shartnomangizni pastida. Yeringizga kirolmayapti turgan, unaqa qarab turgan bir holat bo'ladigan bo'lsa, endi bag'iga kadastr bitta tegishli mutaxassis bilan aka boshqa yo'sinda organ bilan birga qilaverasiz aka aqli. Bizni vakolatimiz kirib o'lchab ajratib unaqa bera olmaymiz aka. Biz o'zimiz qilishimiz kerak bo'lgan ishini aka qilib berganmiz. Ekinlar joylab qo'yganmiz aka. Adimali aka, agar bularga o'chib ketadigan bo'lsa, bularga o'chib ketadigan bo'lsa, boshqatdan sizniki ko'rinadigan bo'lsa, qaysi fermerda turibdi, yer kimniki degan bo'lsa biz hokimiyat bilan kimda ijara shartnomasi to'g'ri deb ko'rinadigan bo'lsa, agroportal dasturi bu o'sha dastur orqali biz joylaymiz aka. To'g'ri. Bularga siz aytib turgandaqa bugun o'chib ketsa aka, bugun boshqatdan o'zgartirish kiritamiz, xuddi o'sha gektar xolos bizga. Mayli, u xolos. boshqasi yo'lida. Lekin Dostonda bitta iltimos, bu odam qaytib men ko'zimga ko'rinmay qo'yaversin. To'g'risida. Bu odam avliyo odam, men ajina erkakman, to'g'risi. Avliyo bilan ajina do'st bo'lmaydi-yu. Men ajina erkakman. Bu odam avliyo odam. Endi bu To'g'risi. O'shaning uchun qaytib bu odam kelmay qo'yaversin. O'g'li bilan siz ham kelishingiz shart emas. Bu chaynlarda yuradigan bola emasda, oliy ma'lumotli odamsiz. Joyingizda o'tirib ishingizni qilavering, mayli. Lekin chaqirgan joyingizga boraveraman uka. Yoshingiz kichkina bo'lsa ham boraman. eslasangiz, mana sir emas, hamma turibdi. Sizga telefon qilganda, Bilaman. bag' murojaat qilganda, Bilaman. ikkinchi taraf sifatida aka, sizda qanaqa fakt bor? Biz advokatlarimiz bor, sud bo'lyapti, uchrashamiz, taqdim qilasiz degansiz. O'shunda любой payt gapiraman siz, bizda minbar bor sizga. Biz ikki tomonlama surishtiruv qilamiz. Lekin bu odam bilan hozir bu fermer xo'jaligi shaxs emasda. Fermer xo'jaligi nomidan kelyapti. Buni haqqi bor kelishga. Endi iloji yo'q, majbursiz. Yoqtirsiz, yoqtirmasangiz, chiqsiz, chiqishmasangiz qonun bilan gaplashaveramiz. O'zingizga vaqtingiz bo'laman ham Bizda любой payt vaqt bor. Iloji bo'lsa birga o'tirib gaplashamiz. Ya bu aytyapman, ajinani erkak bilan avliyo odam yo'qara keladi. Siz bilan hujjat topiraman, gaplashamiz. Bemalol gaplashaveramiz sizga. O'sha hozirgi ijara shartnoma endi ular ma'muriy qarori, tutadigan qarorda o'tishni olib hali Dostonbekni blogerlik nomeri bormi? To'xtayapti, nima kerak? Dostonbek bo'ldi. Bo'ldi. Dostonbek nomeri bormi? Bora. Pullarni bitirashib o'sha hujjatlar Dostonbekni. Ot endi chiqib ketyapti. Obeddan keshindan keyin nima qilaversin? Bemalol aka, любой payt tashaversin, ko'rib chiqaveramiz. O'sha hali 20 da. 20 to'rt 20. Ha. Analizda bormi? Ha, bo'ldi aka. Qonuniy gaplashaveramiz aka. Bizda unaqa narsa yo'q. Iloji bo'lsa ikkovlang o'tirib gaplashsalaring ham zo'r bo'ladi. Blogger Dostonbek Rahimov.